Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Konteyner profilini tomlaymiz qurish xizmati. Mana navbatdagi obyektimiz 11 ga 35 joy molxona bo'ladi, zamonaviy molxona. Svarka ishi yakunlandi, Xudo xohlasa. Ko'rib turgan joylaringiz Buloqboshida bo'ldi, Andijon viloyati Buloqbosh tumanida. Chorvaga qiziqadiganlar uchun akamiz moldan yaxshi foyda ko'rgan ekan, qo'shimcha qildiryapti. Xuddi shunaqa molxonani temirdan qildiryapti endi, profildan. Buni ancha yil oldin qildirgan ekan. Xuddi shu molxonani temirdan profildan qildiryapti. Bu ancha qimmatga tushgan ekan bu yog'ochdan. Yemini ekan o'g'izlari. Bo'yi 1.70 ekan. Bo'yi 1.70, 800 kilo vesi bor deyapti ves. Fermalarimiz orasi 1.30 dan qo'yildi. Rekalarimiz 60 dan qo'yildi orasi. Hozir ichkaridan ko'rinishni qo'yamiz. 10 metr qolgan. Bu lombos qilingan, mo'ljallangan. Voy bosladi. Tepa joyi qoldi. Uchasi dimoxota. Bitgandan keyin tunikalarda yana bir obzor qilamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, raqamdan qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Xizmat ko'rsatish O'zbekiston bo'ylab, qo'shni respublika Qirg'izistonda ham xizmatlarimiz mavjud. Yuqoridan ko'rinishi mana. Kraskalangan holatda. Shu dimoxotga mana tayyor chiqarib ketganmiz. Dimoxotimiz ham tayyor bo'lyapti. Akalarimiz lombosiga harakat qilyapti. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.